Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda YouTube tomoshabinlari. Qo'qondagi Saxiy do'konidan video tayyorlayapmiz. Videoning boshidan bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugungi videomizda mini traktorlarimizni qo'ldan kelgancha tanishtirib, narxi bilan aytib o'tib ketamiz. Xo'sh, do'konimizda 25 milliondan boshlab 120 milliongacha bo'lgan mini traktorlarimizdan bor. Ya'ni 1 portion, 3 portion hamda 4 portionli traktorlarimizdan bor. Xullas, hozir bir boshdan tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'sh, xohlaganlarga remenli, xohlaganlarga mana remensiz kardalli 3 portionli, 4 portionli traktorlarimiz bor. Xo'sh, unda 4 portionli traktorlarimizdan boshlasak, Chintai XT404 modeldagi traktorlarimizdan do'konimizga yetib kelgan. Narxlari ham ancha qulay narxlarda yetib kelgan. Xo'sh, ot kuchlari o'sha aytib o'tganimizdek 40 ot kuchli 4 portionli mini traktorimiz. Xo'sh, old-orqa tortadi. Xo'sh, balon razmerlari 60-70 agatga bemalol cho'ra, ya'ni 120, 140 bemalol legirovka qilib ishlatishlari mumkin. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlar leading motorlar bilan jihozlangan. Chingan, Lowell traktorlarimiz ham xuddi shu motorlar bilan qo'yilgan holatda bo'ladi. Xo'sh, oldi balonlariga o'tadigan bo'lsak, 6,5 ga 16lik, orqa balonlari akalar mana 11 ga 24 lik razmerda bo'ladi akalar, ko'rishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, balonlar legirovka qilib razmerga qo'yib ishlatishlari mumkin. Tepada mana yomg'irdan hamda quyoshdan saqlaydigan shapkalarigacha bor. 400 tonlarimizda 2 xil variantidan bor akalar. Orqa nasozli va nasossizligi bor akalar. 2 xil variantda. Narxi ham shunga qarab $200-300 farq qiladi. Bunimiz xuddi shu varianti, faqat orqasi nasozligi. Nasozligi qanaqa bo'ladigan akalarimiz uchun, nasozligini olsalaring, puliglarda yoki freza chizel qilsalaring yerga bosadi ham. Bularimiz oddiy akalar, o'zi pulida, frezalarni vesi bilan yerga tashlaydi. Xo'sh, rollari gidravlikali, salarka rasxodlari soatiga xo'sh 3 litrdan 3,5 litrgacha nagruzkaga qarab rasxod qiladi. Minimali o'sha 3,5 litr 3 litr rasxod qilyapti akalar. Hamma funksiyalari bor. Mana suv datchik, yog' datchik, akkumulyator datchik, bitta kalitga zavat bo'ladi akalar. Rollari gidravlikali, ham avtomat ko'rabkali, pol avtomat akalar. Xo'sh, skoroskga uraslar o'tatib, traktorimiz yurib ketmaydi. Qachon old-orqa skoroslari bor, ursalari keyin oldiga yoki orqaga harakatlanadi traktorimiz. Xo'sh, korobkalari ham o'sha katta korobkadan bartovoy emas akalar, palovoz. Bartovoylar degan so'ragan akalarimiz uchun bartovoyligidan ham murojaat qilaverasizlar. Ularimizdan ham topib beramiz akalar. Xo'sh, radiatorlari bor, akkumulyatorlari katta akkumulyatordan. Xo'sh, 400 tonlarimizning narxlarini ham aytib o'tib ketaylik. $8,500 ga $8,800 farqlarni hozir iloji boricha tushuntirib o'tib ketdik. Nasossiz hamda nasozli variantlarda bo'ladi. Xo'sh, undan keyin Chintai XT304 modeldagi mini traktorimiz 3 portion 30 ot kuchli. 3 xil variantda, 3 xil narxda yetib kelgan. Xo'sh, bularimiz motorlar leading motor, buniki ham leading hamda chekkadogimiz yuto motorlar bilan jihozlangan akalar. Eng fuli, eng zo'r akalar mana shu, mana avtomat korobkali, orqa nasozdagi ham leading motorligi bo'ladi. 30 ot kuchli bularimiz ham 60-70 agatga bemalol tushadi akalar. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rashlaring mumkin. Hozir qo'ldan kelgancha motorlari, balonlari, orqa nasozlarini tushuntirib o'tib ketyapmiz. Xo'sh, hammasini old-orqa to'rttala balonlari kerak bo'lsa oldini qo'shasizlar, kerak emas payti oldini uzib qo'yishlaring mumkin. Rasxod ancha kamayadi. Xo'sh, yana sidenalari yumshoq, tepada shapkalari 300 tonlarimizda bor, yo'qlari ham bor, mana ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, undan tashqari avtomatligi mana bunisi bez avtomat. Xo'sh, narxlariga keladigan bo'lsak akalar, narxlari $7,400, $7,800 hamda $7,600. Kesalaring motor kilovatlarini farqlari bor, bemalol tushuntirib ko'rsatib, qaysi biri ma'qul kelsa xarid qilib olishlaring mumkin. $7,600, $7,400 hamda $7,800. 3 xil variantda 304 modeldagi traktorlarimizdan bor. Orqalarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz hozir akalar, mana. Mana. Gidrabachoylarigacha hammasi mana qo'yilgan holatda bo'ladi. Rollar o'ta yengil holatda akalar. Qolaganlarga mana bitta zavat qilib ko'rsatib ham beraman.
mana akalar. Bitta kalitga zavod bo'ladi. Rollari o'ta yengil holatda. O'chirib qo'yamiz. O'chishi bilan mana avtomatik rollari qulflanadi akalar. Xo'sh, klimalari bor mana, uzib qo'ysalar yosh bola kalitni burasa ham zavod bo'lmaydi. Narxlarni aytib ketdik. Yanada to'liq ma'lumotda akalar, telefon qilaverasizlar. Bularimizni hammasini oldiga 1,5 metrli, 2 metrli jatka tushadi va 2 metrgacha jatkani bemalol ishlataveradi akalar. Undan tashqari bularimizni kampirligida faqat traktor o'zi bo'ladi. 2 korpusli, 3 korpusli hamda 1,62 metrli frezalarimiz bor. Ular alohida hisoblanib sotiladi akalar. Xolasalaring kampirlik holatda hisoblab beramiz. Chizillarigacha bor. Keyin arzonroq variantidan so'ragan akalarimiz uchun mana arzonroq varianti 1 porshili remelli traktorimiz bo'ladi. Orqani o'zi tortadi hamda oldi arqa tortadigan remelli traktorlarimizdan ham bor. Bunimizning narxi 48 million so'm, bunimizning narxi 35 million so'm akalar. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Do'konimizda xullas qishloq xo'jaligiga kerak bo'ladigan barcha turdagi texnikalardan bor mana. Nomerlar ekran ostida bo'ladi, bemalol bog'lansalaring, agar tushunmasalaring lakassalargacha tashlab beramiz. Dastavka xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Albatta dastavkalar kelishilgan holda bo'ladi akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.